1913-yil 3-iyun issiq yoz kunida andijonlik oddiy ishchi Sulaymon Kelginboyev xonadonida Xadicha dunyoga keldi. Oilada 4 farzandning 3-chisi bo'lgan qizaloq ma'rifatli ota-ona tarbiyasini oldi. Rus tuzem maktabini tamomladi. Xadichaning huquqshunoslik kasbiga qiziqishiga o'sha davrdagi jiddiy ijtimoiy-siyosiy voqealar o'z ta'sirini ko'rsatgan. Hujum harakati jarayonida ko'plab ayollar paranji tashlab, jamiyatdagi jarayonlarda faol qatnasha boshladilar. Bir 1929-yili Marg'ilonda Nurxon ismli aktrisaning o'z akasi tomonidan pichoqlab o'ldirilishi katta rezonans berdi. Nurxon ozod va baxtiyor bo'lish huquqi uchun kurashgan ko'plab xotin-qizlarning biri edi. Sudda yosh Xadichani jamoat qoralovchisi bo'lib qatnashgan Tojixon Shodiyeva ko'proq qiziqtirdi. Xadicha o'z singlisi, iste'dodli xonanda, go'zal ovoz sohibasi Nurxonni vahshiylarcha pichoqlab o'ldirgan jinoyatchiga qarab o'z g'azabi, nafratini yashirmay, sobitlik bilan nutq so'zlayotgan huquqshunos ayolni diqqat bilan kuzatib o'tirdi. Tojixon Shodiyevaning so'zlaridan, uning o'zini tutishidan hayratlandi. Sud jarayonida jinoyatchini qoralash naqadar dahshatli kuch ekanligini va bu nafaqat jinoyatchi, balki butun jamiyatni tarbiyalashini tushundi. Va aynan mana shu sud zalida 17 yoshli Xadichaning ko'nglida Tojixondek bo'lish, qattiq qo'l va vijdonli, o'z sobit so'ziga ega, adolat, haqiqatni himoya qiluvchi huquqshunos bo'lish ishtiyog'i uyg'ondi. Bir 1935 yillarda Xadicha Sulaymonova Huquq ilmiy tadqiqot institutining tayyorlov kursida, so'ng mazkur institutning huquq fakultetida tahsil olgan. O'zbekiston adliyasi tarixida 3 nafar ayol vazir lavozimida ishlagan. Ular Hamzina, Sulaymonova, Vosiqova. Urush yillari 2 yil vazir lavozimida ishlagan, asl millati tatar bo'lgan Gulsara Hafizovna to'g'risida manbalarda ma'lumot kam. Biroq Xadicha Sulaymonova hamda mamlakat Vosiqova uzoq vaqt vazirlikni boshqargan rahbarlar sifatida tarixda qolishgan. Xadicha Sulaymonova Yo'ldosh Oxunboboyev qo'lidan bitiruvchilik diplomini olishga muvaffaq bo'ldi. U 1935-yilda institutni tamomlagandan keyin xalq sudyasi bo'lib ishlay boshladi. Aynan o'sha yili Xadicha Sulaymonova Respublika Oliy sudi a'zoligiga saylandi. 22 yoshda ana shunday yuksak ishonchga sazovor bo'lish erkaklar orasida ham, ayollar orasida ham ilk marotaba ro'y bergan edi. Xadicha bu ishonchni to'la oqladi.